Ha? Oyligimizni chiqarsangiz bo'ldi. Qancha oy? Qancha oylik olasiz? 2 million 600. Qancha? 2 million 600. 2 million 600 ming. Seriozmi? Hozir mana hamma hamraylarim yolg'on bo'lsa. Seriyoz. Necha kun ishlaysiz, necha kun dam olasiz? 6 kun ish, bozor kuni dam. Ha, smena emasmi? Yo'q. Mana bular obodonlashtirishda haqiqiy mehnatkashlari. Biza rasvo qiluvchilar, amala bular farishta, bular tozalab, biz agar shular bo'lmasa shaharda ishga kirib bo'lmaydi. Bularni mana adit qilib o'tirishdi, shart-sharoitini qarang. Umr uzoq bo'lsin. Birontasi ishlaydimi uydan yana? Hech kim ishlamaydi, o'zim ishlayman. O'zingiz. Kreditim bor, oydan bo'yiga qarzga botib turaman. Produkt olsay, Shunday. yo'l kiroz yetmaydi. Shunday bo'lib qoldi. Nasib yaxshi bo'lib Kenozga ketadi. kiysa, tomog'imizga yeyolmaymiz. Shunday. Mayli, shunisiga ham shukur. Shukur. Asta-asta ko'tarib. Buni mana shu videoni ko'rgan befarq qoldirmaylar. Kim ko'radigan bo'lsa ham obodonlashtirish boshqarmasini opalari. Men bir ish yuzasidan o'tib ketib, qaytib keldim. Ishonsanglar, mana shu yo'ldan o'tib ketayotgandim. Kimni agar borki qo'lidan keladigan bo'lsa, mana shu opalar, mana akalar mana bu yerda o'tirishib pastga shular boricha mehnat qilib yuradi o'rtoqlar. Bu boshqacha video bo'libdi-da. Men o'zim ham bir boshqacha fikrgaman. 2 million 600 ming oylik olar ekan. Shu opa mana shu hammasi. Qani agar qo'ldan kelsa-da ko'p narsalar qilib tashlasangiz, shu videoni tarqatib yuboringlar, qo'ldan kelgancha viloyat rahbarlari ko'rsin, eshitsin. Qani qo'ldan keladigan bo'lsa, ko'paytirib berishda iloji bo'ladigan bo'lsa, iltimos qilamiz. Bir yordam qilib qarashsin shular.